Salom, bugun biz coaching nima ekanini, u nima uchun kerak va boshqa yo'nalishlardan nimasi bilan farq qilishini qisqacha ko'rib chiqamiz. Siz tayyor bo'lsangiz, biz video darsligimizni boshladik. Coaching nima? Coaching bu odamga tayyor maslahat berish emas. Bu savollar orqali insonlarning o'z ichki imkoniyatlarini ochishga yordam berish. Coach nima qiladi? Coach odamga fikrni tartibga solishga yordam beradi. Maqsadni aniq ko'rsatadi, lekin qarorni odamning o'zi qabul qiladi. Shuning uchun coach mas'uliyatni olmaydi. Mas'uliyat har doim insonning o'zida qoladi. Coaching qayerda ishlatiladi? Bugun coaching ta'limda, biznesda va shaxsiy hayotda qo'llaniladi. Talaba o'z yo'lini topadi, xodim kuchiga ishonadi. Inson esa hayotida aniq maqsad qo'yishni o'rganadi. Coach, ustoz va psixologning farqi nimada? Ustoz bilim beradi. Psixolog o'tmishni tahlil qiladi. Coach esa hozirgi holatdan kelajakdagi maqsadga qadar olib boradi. Coachingda asosiy savol: endi nima qilamiz? Nega coaching muhim? Inson qarorni o'zi qabul qilsa, unga ko'proq amal qiladi. Coaching ishonchni oshiradi, mas'uliyatni kuchaytiradi va insonni faol qiladi. Xulosa qilib aytganda, coaching bu odamni o'zgartirish emas, balki uning o'zini topishga yordam berish. Sizga psixologiya yo'nalishidagi videoroliklar qiziq bo'lsa, Osiyo xalqaro universitetining Pedagogika psixologiya kafedrasining Instagram sahifasiga a'zo bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.